Xodimlarning madaniy hordiq chiqarishlarini ta'minlash, ma'naviy ma'rifiy bilimlarini oshirish, ularda ona vatanga muhabbat tuyg'usini yanada yuksaltirish maqsadida Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan bir qator ishlar olib borilmoqda. Navbatdagi ana shunday tadbir Karmana tumanida tashkil etildi. Ikkinchi jahon urushida ishtirok etgan fuqarolar yod etilib, Motamsaro ona haykali ziyorat qilindi. Esdalik uchun suratlarga tushildi. Shundan so'ng Navoiy viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyiga sayohat uyushtirildi. Mazkur muzey ilmiy xodimasi Dilnoza Dadoyeva tomonidan xodimlarga eksponatlar, ota-bobolarimizning yashash tarzi, bevosita ular tomonidan kundalik yumushlarida foydalanilgan jihozlar, qadimiy buyumlar, harbiy aslahalar va kiyim-kechaklarning tarixiy ahamiyati yuzasidan ma'lumotlar berildi. O'lka tabiati hamda geografik xususiyatlariga doir bilimlar ham kengaydi. O'z navbatida xodimlar o'zlarini qiziqtirgan turli savollarga javoblar oldilar. Bundan tashqari Qosim Shayx jome masjidiga ziyorat qilish tashkil qilindi. Mazkur masjidning barpo etilishi, o'ziga xos me'morchiligi, tarixi bilan yaqindan tanishdilar. Ushbu yo'nalishdagi ishlar tizimli ravishda davom ettirilmoqda.